Qadrli kitap anlaş topidagi do'stlar, Ulug'bek xazinasi 2-qism 20-mavzuni o'qishni boshlaymiz. Qo'liqinglar kitobda bo'lsin. Ko'ksaroydan Chaparman kelganda Amir Sultan Jandarning Chasa mehmonxonasiga amirlardan 5-6si yig'ilgan edi. Ular shahar do'rg'isi Miranshah bilan Shayxul Islom Burhoniddin janoblarini kutgach paranglashib o'ltiradi. Darvozani quluplab, hamma eshiklarning zanjirini ilib, derazalarga ko'k maxmal pardalarni tortib, sham yiqib o'ltirgan mehmonlar Chaparman so'zini anglab, o'rinlaridan sakrab turishdi. Oq shoyi ko'nglik tashiga banaras to'n kiyib, mehmonlarga o'zi xizmat qilib yurgan Amir Sulton Jandar o'ltirgan joyida hang vaqib turibla qoldi. Faqat Mirza Ulug'bekning suyumlik nökeri Bobur Husayn as hushini yo'qotmay Shamdondagi yolg'iz shamni darhol puvlab o'chirdi-da, qorong'uda Amir Sulton Jandarning yeniga kelib, mehmonxonaga teshidan qulib soldiring, dedi buyruq ohangida. O'zingiz boshqa uyga chiqib, o'rin tutib yetib oling. O'rin tutib yotganingizni Chaparman ko'rsin. Amir Jandar darhol sagiklashdi. O mehmonxonaning eshigiga atning kallasidek qulubni soldirib, o'zi boshqa uyga chiqib, peshonisini tengib yetib oldi. Lekin onun o'rin tutib yetib qolganligini aytqili chiqqan xizmatkor tezla qaytib kirdi. Baliqliq saroyvan 10 nafar nöker bilan kelibdi, amirim. Og'riq tugul, sakrabda yotgan bo'lsam elib ketaman deydi. Shahzodaning oliy farmoni shu emish. Bo'lmasa kirib tintish qilamish. Tintish so'zini anglagan Amir Jandar qattiq cho'chib, o'rnidan opul-topul turdi. Chiqib ayt, hozir chiqaman. Atni jabdi. Amir Jandar kishini bo'lgandan keyin ikki xizmatkorga qo'ltig'idan yo'litib, ingrab injiqlig'icha talog'i chiqqanda baliqliq negri sifat saroyvan 10 dak nöker bilan darvoza oldida taqatsizlangan holda at o'ynatib turadi. Onun alpoziga qarab Amir Jandarning tini shurkinib ketdi. O atayga qattiqroq injiqlab, xizmatkorlarning yordami bilan etini minib etib, yosh xizmatkorning quliqiga asta pichirdi. Saroyda biri shum xabar badak qildi. Mehmonlarga ayt, men kelguchi tarqanmasin. Vaqt tun 20dan oshgan. Odatda bu vaqtlarda jimjitlikqa cho'milgan poytaxt ko'chalari nimishqidir tinch emas edi. Atrofda at tuyoqlarining dupirlagan ovozi eshitildi. Gay-gayda mash'al tutgan lashkarlar u yoqdan bu yoqqa at choptirib o'tishadi. Qarong'uda nima uchundir tinib yurgan kishilar ko'zga chaliqadi. Ko'k saroyda favqulodda bir voqea sodir bo'lganligida hech shak yo'q edi. Biroq bu zada qanday voqea? Amir Jandar o'ylab tegiga yetolmaydi. Buni biladigan baliqliq saroyvan bo'lsa, og'ziga talqon silib olgandek, gap so'z qilmay oldida at choptirib ketib o'tadi. Xudoya tavba. Bu shafqatsiz mustabidning qahri g'azibidan o'zing saqlag'aysa, dedi Amir Jandar vujudini band qilib olgan yiqimsiz tuyg'udan jini sirqirab. Mana bir oydan oshdi. Amir Jandar saroyga bormadi. Mavlana Muhiddinning qizi Xurshida Banu bir kechadala izdiraksiz yo'qolgandan buyon Mirzo Abdullatovning ko'ziga chaliqishdan qo'rqib, yotqonga kirib yetib oldi. Kelgan chaparmanlarning hammasiga kasal bo'lib qoldim, turolmayman deb javob berdi. Hatto rasadxonada o'tkazilgan kitob ko'ydirish murosimiga qatnashmadi. Biroq murosimda yuz bergan voqeani aqlidan ozgan Mavlana Muhiddinning Shayx Nizomiddin Xomush bilan
Şahzadəyə qılğan geplerini şu günü anladı. Şu gündən buyan Mevlana Muhyiddin'nin gipi bütkül paytaxtga tarqılıb, hemme joy, hemme olturuş, hemme sorunda söz çöçek bolmaqdı. Aşu vaqadan keyin Emir Jandardan hal ahval so'rab kelgüchilarmi nima uchundir ko'payib ketdi. Kelganlarning hammasi Rasadxonadagi vaqadan gap ochadi va shu orqali Emir Jandarning ko'nglidagini bilmoqchi bo'lishadi. Lekin suhbat davomida biror yot odam kirib qolsa, mavzu darhol o'zgarib, suhbat boshqa masalalarga ko'chadi. Şundaqdımı Emir Jandar bir narsani aniq bilib oldi. Şahzadədən onun şəfqətsizligidən narazı adamlar, bulubmu əmirlər, bəg və bəgzadılar o pərəz qılğandımı köp iken. Ne çare? Şərəfsiz Xurasan yürüyüşüdən keyin Mirza Ulug'bekdən yüz örüb, Şahzadə bilan xufiyani til bürüktürüp alğan serkerdiler ve nüfuzluq bəylər özleri təmin qılğan imtiyaz, yüksek mertebe ve şan şöhretke erişelmedi. Şeyh Nizamettin Hamuş'un ayığa baş urgan Şahzade şu tekebbür şeyh bilen bir guruh cahil ölüma aksakallarının damığı düşüp kaldı. Olar yatısı yatıdığan, turdısı turduğan bulup kaldı. Hatta Şeyhül İslam Burhaniddin'mi bir chetga qayrılıp kaldı. Sarayda bolsa insaf ve adalet kalmadı. Bu ahvallarni mahbi küzütüp yürgen Emir Jandar nurg'un muloyizlardan keyin ahir bugün narazı bulup yürgen bir qancha emirler bilen nüfuzluq bəylarni chaqirishga cüret qılgan idi. Buningdan maqsad ularning ra'yini sinab ko'rish va agar hammasining fikri birdek bo'lsa, o chaqda nima bo'lishini o'ylashdan Amirning o'zimi qo'rqatdi. Astagfirullah. Bu diyonatsiz qotil muddaimni bilib qoldimi nima? Bilib qolgan bo'lsa, bas beşimning ketishi muqarrar. Ya Rabbi, o'g'ridan qochib qaroqchiga tutildi degan shu-da. Mirza Ulug'bekdan qutulib, shon shuhratimni oshiraman deb, bu shafqatsiz qonxo'rga yo'liqdimmi nima? Dedi Emir Jandar ve to'satdan kallasiga boshqa bir fikir kelib, bütün a'zoyi badani muzlab ketdi. El qisosu minal haq. Bu savda ve nalametler Hazreti Alilerinin bir günah kesilgen beşi, tökülgen qani üçün qaytqan bir jaza emasmi? Emir Jandarning ko'zi qorong'ulashib, eganing qeshini tutib oldi da etrafiga qaradi. Ular Köksaray meydaniga yetib borganda, darvoza oldida gulxon yiqib o'ltirgan sipahlar Amirni qo'ltiqidan yulab, atdan tushirdi. Emir Jandarning nima uchundir badani qizib ketayotgan bo'lsa-mu, darvozadan o'zi minib kirdi. Lekin keng saynadan o'tib, sarayga yetib borganda, putlari titrab, tamga yo'linib qoldi. Sarayvan onu rastıllı keselken deb o'ylagan bo'lsa kerak, qo'ltiqidan yulib oldi. Emir Jandar sarayvan ochgan eshik bilan ichkariga kirib, qo'lini ko'ksiga ilib turganida Mirza Abdullatif Salomxonining qoq o'ttirisida putlarini kiyirib, oltin ko'sining yulanchigiga yulinib o'ltiradi. Emir Jandar ikki puklanib ta'zim qilib etib, onun chiroyini ko'rib qoldi. Shu asnoda biror yomon ish yuz berganligini sezib, bütün bedeni yana muzlab ketdi. Şahzadenin yadanğı, tatargan yüzüdün, qapaqlarının ası kökürüp ketkenlikidən və tikəndək qadılıb doğan közlərdən hem endişe, hem qandaqdır soğuqqanlıq alaməti çıxıb duradı. Lekin en dəhşətli şu ki,
O mu xuddi qarindishi Şahzade Abdülazizdek beşini gildinletiş adetini çıkargan idi. Emir Candar Şahzade Qaraşqa pedin almasını, onun gilemni yenik desep yeni kelgenligini ve çoğ nefes ilivatqanligini sezdi. Xoş, Emir Candar, Ebu Said Mirza nerede? Ebu Said Mirza, Emir Candar korkup beşini kötürdüyor, derhal yerge qarab aldı. Mirza Abdülatif'nin olturuşup ketken telbe gözlerinde, nurdile kansız yüzüde, beşini gildin kılışıda, kıskısı, bütün vücudu da şefkatsizlik alameti var idi. Nemiş öndümeysen, Ebu Said Mirza nerede? Ebu Said Mirza zindanda uluq Şahim. Zindanda bolsa tap. Mirza Abdülatif emirini yaqsını tutup qattiq silkidi. Zindanda bolsa derhal tepip gel, derhal. Emir Candar'nın kallısıga keçipdi degan fikir çaqmaq tizligida keldi. Şahzade Ebu Said Mirza keçipdi. Zindanda bolsa nemişqa titreysen, man kişellep elip gel o melunni. Kudretlik Şahim, ölüşke razımen ki. Velekin Ebu Said Mirza'dan haberim yok. Bir ay oldu. Öyde orun tutup yattım. Kesel men Şahim. Kesel, dedi Mirza Abdülatif hasırap. Tongüzdek semerip gitipsen. Yani kesel men, dep zarını sen. Bilmen. Sen iflas yotqanlı yetip, meni torgu çürüş için ömüçüktek tor toqvatsan. Ya Rabbi, bu telbe nime deydi? Bilip devatamdı ya tımır tutvatamdı. Sözle, hey Azazul, Abu Said Mirza bilen til bürüktürdün mü? Yok. Billahi azim. Ondaq bolsa, ol iğvager Mirza'ni derhal tutup gelisen, akilip ayğımga taşlaysın. Tutup gelemen uluq Şahim. Bugünden kaldırmaysın. İnşallah canım pida. Mirza Abdülatif emirinin yaqısını kuyvetti. Ve çoğ nefes alığın içi deldenşip berip özünü taxtga taşladı. Emir jandarmı halsizlanıp tam uylanıp kaldı. Onun köz aldığa öz mihmanxanasida onu saklap oltuğan mihmanlar keldi. Bugünle tutup gelisen, akilip ayığımga taşlaysan. Meyli, iş qilib, bu telvinin kuludan sağ salamet kutulup çıksamla boldu. Keyin nima qilishni o'zim bilman. Ne yaxshilikni, ne yomonlikni bilmagan bundaq telviga xizmat qilish haddidan oshgan nodonlik. Emir Candar cho'chib ko'zini ochdi. Taxti salpiyib o'ltirgan Mirza Abdülatif altın shaqildiqini taqatsizlik bilan shaqildatib o'tadi. Ishik asta ichilib, beshiga o'smirang salla urgan Meliklik sarayga kirdi. Emir Sultan Candar Tarxonga saray yasavullardan onni birisan. Emir janoblari Abu Said Mirza degan iplasni bugilni tutib, putqulini bog'lab elib keladi. Şahzade Emir Candarga chiqivagin deb boshlanishdi-da, saroyvanga ishorat qildi. Abu Kazzab Emirning keyniga payloqchi qo'y. Ehtiyot qil, shaytonga dars yutadigan bu tulka. Abu Said Mirzaga qo'shilib qechib ketmasin. Bo'lmasa beshing ketadi. Uqdingmi? Uqdim, uluq Şahim. To'xta. Mirza Abdülatif ishga burilgan saroyvanni to'xtatdi-yu, nemishqadir kallasi kankarab. Bir nuqtaga tikilgunicha birdan turib qoldi. Ha, zindon begiga farmonbar, qamoqda yotgan Mevlana Ali Qushchini elib kelsin. Qadrli kitob anglag'uvchi do'stlar,
Ulug'bek g'aznasi 2. qism 20. mavzu tugidi. 21. mavzuda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat. Rahmat.